Hurmatli foydalanuvchilar, ushbu video qo'llanmada ijtimoiy shartnoma modulining ishlash tartibini ko'rib chiqamiz. O'ng tomonda bizga kerakli bo'lgan ijtimoiy shartnoma tizimi modulini tanlaymiz. Dastlab yangi shartnoma qo'shish tartibini ko'rib chiqamiz. Yangi shartnoma qo'shish uchun yangi shartnoma tugmasini bosamiz hamda shartnoma tuzilayotgan fuqaroning PNFL raqamini kiritamiz. Enter tugmasini bosamiz. Fuqaroga tegishli ma'lumotlar avtomatik shakllanadi hamda shartnoma tuzilgan sanani belgilaymiz va shartnoma raqamini ham kiritishimiz zarur bo'ladi. Hamda shartnomaning o'zini tizimga yuklaymiz. Agarda bu shartnomaga ilova hujjatlari mavjud bo'lsa, ilova hujjatlarini ham yuklab qo'yishimiz mumkin. Saqlash tugmasini bosamiz. Saqlash tugmasini bosganimizdan so'ng tizimga yuklanadi. Tasdiqlash tugmasini bosgunimizga qadar ushbu shartnomani tahrirlashimiz yoki o'chirish imkoniyatimiz mavjud. Tasdiqlash tugmasini bosamiz. Shartnomani tizimga biriktirganimizdan so'ng keyingi jarayonimiz birinchi monitoringdan o'tkazish holati bo'ladi. Birinchi monitoring tugmasini bosamiz. Shartnoma shartlari bajarilgan yoki bajarilmaganligini holatini belgilashimiz zarur bo'ladi va monitoringdan o'tkazayotgan sanamizni belgilashimiz kerak. Shuningdek, qo'shimcha sifatida izoh qoldirishimiz kerak. Shartnoma sharti bajarilganligini isbotlovchi faylni biriktirishimiz majburiy hisoblanadi. Saqlash tugmasini bosamiz. Saqlash tugmasini bosganimizdan so'ng bu shartnomaning holatini quyi qismida ko'rib turishimiz mumkin bo'ladi. Shartnoma yaratilgani, shartnoma tasdiqlangani hamda birinchi monitoringdan o'tganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Har bir oynaning ustiga bosadigan bo'lsak, ushbu holat haqida batafsil ma'lumotlarni ko'rish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Barcha shartnomalarni yuqoridagi statuslar asosida ham ko'rib turish imkoniyatimiz mavjud. Ma'lum bir vaqtdan so'ng yana ushbu fuqaro ustida birinchi monitoringni amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Agarda ushbu monitoring holatiga ko'ra shartnoma shartlari bajarilmagan bo'lsa, bajarilmadi holati belgilanadi va monitoringdan o'tkazish sanasi tanlanadi hamda qisqacha izoh kiritish majburiy hisoblanadi. Shartnoma shartlari bajarilmaganligini isbotlovchi fayl yoki foto yuklash majburiy hisoblanadi va saqlash tugmasini bosamiz. Agarda fuqaro birinchi monitoring holatidan o'tmaydigan bo'lsa, ikkinchi monitoring holati ochiladi. Ikkinchi monitoring tugmasini bosamiz. Bu monitoringda ham xuddi birinchi monitoringdagi kabi shartnoma shartlari bajarildi yoki bajarilmaganligini holatini belgilashimiz zarur va monitoring sanasini tanlaymiz, izoh yozamiz va shartnoma shartlari bajarilmaganligini asoslovchi foto yoki faylni biriktirishimiz majburiy hisoblanadi. Faylni biriktirganimizdan so'ng saqlash tugmasini bosamiz. Agarda fuqaro ikkita monitoring holati bo'yicha ham o'ziga yuklatilgan majburiyatlarni bajarmaganligi aniqlansa, mahalla yettiligi bu fuqaroni majburiyat bajarmagan fuqarolar reyestriga tushish uchun ovoz berish jarayoniga qo'yadi. Ovoz berishni yaratish tugmasi bosiladi va qaysi yordamlarni qancha foizda to'xtatish kerakligini belgilaydi. Eslatib o'taman, ushbu amalni mahalla raisi bajaradi hamda yaratish tugmasini bosadi. Yaratish tugmasini bosganidan so'ng mahalla yettiligi a'zolarining barchasiga bir vaqtning o'zida ovoz berish uchun bu kollegial qaror ovoz berish bo'limiga boradi hamda yettilik a'zolarining barchasi kirib holat bilan tanishib chiqqandan so'ng ovoz berish tugmasini bosadi va ovoz berish holati bo'yicha ha yoki yo'qni belgilashi zarur bo'ladi. Barcha yettilik a'zolari ovoz berib bo'lgandan so'ng mahalla raisi kirib ushbu ovozni yakunlash tugmasini bosish orqali tugatadi. Ovoz berish yakunlanganidan so'ng mahalla raisi imzolash tugmasini bosish orqali ushbu kollegial qarorni ko'rishi mumkin bo'ladi hamda kotiba biriktirishi majburiy hisoblanadi. Biriktirish tugmasini bosgandan so'ng hujjatni imzolash uchun imzolash tugmasini bosadi. Ijtimoiy shartnoma modulining ishlash tartibi shundan iborat.